Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Ramazondan keyingi Shavvol xayriyati, barakoti davom etyaptimi? Alloh muborak, xayrli qilsin. Xo'p, o'zi rostdan qariyapmiz do'stlar. Qarigan sari odamda ba'zi xatoliklar bo'ladi. Kecha bir joyda bir kishi so'radi. Abbos radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomdan 2 yosh oralarida farq bo'lgan. Amakilari bo'lgan. Dadalari eng kenja farzand bo'lsa, qanaqa yoshlari to'g'ri kelmayapti-ku dedi. Men davdur Abbos radhiyallohu anhu keyin tug'ilgan bo'lsalar kerak degan xayol bilan ancha chaynalibman xullas. Noto'g'ri gapiribman, unaqa emas. Abbos radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalom dadalari unaqa eng kenja bo'lmagan ekan. 10 ta farzandi ichidan bittasi bo'lgan. Va o'sha so'yish uchun, bola qurbon qilishlik uchun narsa tashlanganda Qur'on o'sha Abdullohga chiqqan. ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਬਥਾਕਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ Hozir sabr qilaylik, bu hind to'xtamayapti gapirishda. ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਤਨੀਆਂ ਰੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਨਿਕਲੇਗਾ Xo'p, bu to'xtamaydi shekilli. Mana baqirib gapiraveraman. Xullas, Abbos radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning amakilari kenjalardan bo'lgan ekan. Rasululloh bilan oralaridagi farq 2 yosh bo'lgan. So'rashgan, siz kattami, Rasululloh kattalarmi deb so'rashganda Abbos aytganlarki, Payg'ambar alayhissalom mendan kattalar, men 2 yil oldin tug'ilganman deganlar. Hijratdan oldin 35-hijriy sanada tug'ilgan ekanlar. Mana shu xatoni to'g'rilab qo'yay dedim. Siyrat bobida bu mavzularni o'rganishimiz inshaalloh foydadan xoli emas. Ovozim eshitilyaptimi o'zi? Ha, hind xalaqit qilyapti. Eshitilyaptimi? Hop, salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Taloq tushganda qancha idda o'tiradi debdilar. Taloq tushganda 3 hayz miqdorida idda o'tiradi. पता नहीं भरावा गए नहीं Sizni gunohlaringizni Alloh kechirsin Abror aka debdi. Ravshan doktor o'ntur. Amin. Amin. Gunohlarimizni Alloh kechirsin. किन्ना ने कटाना है Hind bayrog'ini tashlamanglar. Xalid Tursunov Hind bayrog'i Hind o'zi bilan ketyapti-ku. Eshitilyapti. Ha. कल एक Qachon haramga debdilar? 18 मॉडल थी लंत्रा Haramdamiz u? 20 मॉडल हरे रंग दी वो कहता है 800 रुपया देना पिया Ha, bir narsani aytayin. O'zi ijtimoiy tarmoqlarda shunaqangi uslub bor. Sal tanilgan odamlarga tashlansa, sakrasa taniladi degan shunaqangi harakat bor. Endi biz buni o'z hayotimizda ko'rib, anaqa qilib yurgan edik. Hozir e'tibor bersanglar, bu Ahad Xudoyorov degan ukamiz bor. Sport bo'yicha, bodybuilding masalasi bo'yicha va nazariyalari xalqimizga, yoshlarga motivatsiya berish masalasida juda ko'p yaxshi ishlarni qiladi. O'qimishli, mulohazali, qadriyatiga bog'liq, shunaqa yaxshi inson. Shu odamning atrofida ancha gap aylanyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana endi ba'zi lentalarda chiqib qolyapti-da. Bir ikkita odamlar unga tashlanyapti, masxara qilyapti, xuddi anaqa qilyapti, uni kalaka qilyapti, og'ziga kelgan narsani gapiryapti. Yaxshilab kuzatsangiz, o'sha Ahad Xudoyorovni erishgan yutuqlariga erisholmagani uchun bir ma'noda hasad, bir ma'noda shunaqangi bir mashhur odamlarga tashlasa mashhur bo'ladi degan g'oya bilan Ahad Xudoyorovga shunaqangi narsalarni qilishyapti. Bu bir misol, bu hamma joyda bor. Shunga o'xshagan ish qiladiganlar, shunga o'xshagan
birovning obro'sidan foydalanib, birovni nomidan foydalanib, o'shanga tosh otsa, o'shanga sakrasa, bir mashhur bo'ladi degan bir xayol bor. Lekin bilmaydiki, tog'ga otilgan tosh qaytib kelib o'zini boshiga tushadi. Shamolga qarab, osmonga qarab tupursangiz, tupuringiz yuzingizga qaytib tushadi. O'shaning uchun siz o'zingiz erishing. O'sha yutuqlarga o'zingiz erishing. Birovni yutuqlarini ustidan kalaka qilib, birovni yutuqlarini hasad bilan ko'ra olmasdan gapirib, bir narsaga erishaman demang. Bu yaxshilikka bo'lmaydi. O'zida sara biodata पूछे है يا صادق هنا لازم على اليسار. يسار؟ ايوه. هنا بات يا قريش؟ هذا كله بتا تمام على اليسار ثم على اليمين. मर गए ये इशारे तो भरावा यसार ही करते ही पिया मैं क्या नेड़े जा रहा Gördü bir yerneki yok yaptı. Hop. Domla bir çıralı şer yüzden ayeti verin deptiler. Hop. Kaç şer ayeti vereyim? Aşklık kıyın iş. Kefaleti yok. गड्डी फड़ ला गड्डियां चिट्टियां Eyvah. Habibi أتكلم. Aşklık kıyın iş. Kefaleti yok. Tevekkül işi bu. Yoktur maaşı. Aşkning yo'lida ayrilish bordir. Va yana yolg'izlik hamda ko'z yoshi. Bo'ladimi? Savrinlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hindam jim bo'lib qoldi. Urad deb o'yladi, haramda urib bo'lmaydi bilasizlar. Ranjimasin she'rni aytib bering debdilar. Soyasida mayli o'tir, yaproq sendan ranjimasin. Poklanib so'ng qabrga kir. Tuproq sendan ranjimasin. Havolanma qo'risalar, to'g'ri so'zla so'rasalar, o'lsang kafan o'rasalar, matoh sendan ranjimasin. मैं नहीं था गया Oshig'ing ko'chgani mahal, dod desin kechganing mahal, suvidan ichganing mahal, buloq sendan ranjimasin. Mahbubi har mudom tik tur, dushmanga qarshi tetik tur, faqat rukuda egik tur, Halloq sendan ranjimasin. Soyasida mayli o'tir, yaproq sendan ranjimasin. सही Poklanib so'ng qabrga kir, tuproq sendan ranjimasin. Salomat bo'lasizlar. Bir ozgina sizlar bilan diydorlashay dedim. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.